Mahalla raisi ijtimoiy muammolarni qayd etuvchi shaxsdan o'z mahallasini iqtisodiy buyurtmachisiga aylanishi kerak. Bugun mahallada odamlarning muammosini hammadan yaxshi biladigan kim? Bu mahalla raisi. Lekin masalalarni mahalla hal qilish uchun resurs bankda, vakolati hokimlikda, imkoniyat vazirlik va idoralarda. Ya'ni raislar muammoni bilgani bilan uni yechimiga ta'sir o'tkaza olmayapti. Shuning uchun bu tizimni o'zgartiramiz. Har bir mahalla raisi o'z hududining iqtisodiy va ijtimoiy buyurtmasini o'zi shakllantiradi. Misol uchun Quva tumani Yangi Quva mahallasida 865 ta hovli uy bo'lib 97 gektar tomorqasi bor. Shu tomorqani sug'orish uchun bitta quduq 1,5 kilometr ariq zarur. Mahallaning hisob raqamida 150 million so'm mablag' bor. Endi mahalla raisi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha loyiha qilib, aholi o'rtasida ovozga qo'yadi. Ko'pchilik aholi ma'qullasa hisob raqamidagi pulni ushbu loyihaga ishlashga ruxsat beriladi. Ushbu mahallada 10 ta xonadon tomorqasida bironta meva daraxt yo'q. 2 gektar bog' eskirgan. Endi mahalla raisi qaysi xonadonga nechta meva daraxt kerakligini hisob-kitob qilib, mahalla bankiriga buyurtma beradi. Mahalla bankiri biriktirilgan Toshkent Agrostar orqali 50 tagacha ko'chatni lizingga beradi. Aholi ko'chatni o'zim olaman desa, unga 2 million so'mgacha mablag' ajratadi. Eski bog'larni yangilash uchun esa imtiyozli foizlarda 150 million so'mgacha kredit beriladi.